Assalomu alaykum. Bugungi avzorimiz lokatsiyasi eng topoviy, eng zo'r joyida bo'lgan Oybek Raddomda orqasi Oqariq eski machitda oldida bo'lgan. Tak, uyimiz polniy pishig'ishda qurilgan 4 sotiklik 10 ta xonadondan iborat bo'lgan hovli joyimizni ko'rsataman. Tak, uydan kirganimizda chap tomonda mehmonlar uchun shunaqa mehmonxona. Shinam. Hozircha o'zlari xonadon egalari yashab turishibdi. Mehmonxonadan pastki qismga tushganimizda bitta alohida sanuzel, toratxona ham yo'g'i bilan mana yerdan chiqib to'g'rimizda bisetka uchun joy yoki so'ri qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana shu so'ri sovg'a tariqasida beriladi. Tapchanimiz, letniy kuxnya alohida qilingan ham yo'g'i. Pastga tushganimizda podval qismi bor. Hozir ko'rib chiqamiz. Где-то 3 ga 4 podvalimiz bor. Qishga g'amlanadigan hamma narsalar kladovka tariqasida ishlatsa ham bo'ladi. Bizda o'zbekchilikda banka bekitamiz, u qilamiz, bu qilamiz, kartoshka, piyoz, balobatlar ham yo'q kirib ketadi chetga. Tak, bu joyimiz kuxnyamiz ekan. Kuxnyadan keyin ovqatlanib o'tiradigan xona. Uyimiz qavati 2 qavatli. Mana bu bitta katta hol, TV zona qilsa bo'ladi. Tak, juda katta ekan. Mana shu 2 qavatli joyda o'zida 3 ta sanuzel hisobladim. Umumiy sanuzellar soni 5 ta. Xonalar soni 10 ta. Hammasi polniy pishig'ishdan qilingan. Mana katta xonalarimiz. Garderob qilsa bo'ladi mana. Bu tomonini yoki sanuzel qilsa bo'ladi. Alohida garderob qilsa yaxshi bo'ladi. Tak, endi tepaga ko'tarilamiz. Mana o'xshi bitta garderob yoki sanuzel uchun joy. Bu yana bitta katta xonasi, juda ham katta. Shinam keng. Mana yana bitta xona. Tak, baqa kirganimizda chap qo'ldagi menimcha detskiy xona. O'ng qo'lda roditelskiy bo'lishi kerak. Chunki buni bitta o'zi uchun alohida mana dushovoy kabina uchun joyi. Bu tomonda garderob uchun joy qilib tashlab ketilgan. Uy juda katta. Pastga tushamiz. Uyni orqa qismiga o'tamiz. Xonadonimiz o'zlari yashayman mana hamma yo'g'ini zo'r qilib o'zi uchun qurishgan ekan. Kanalizatsiya, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Uyimizni narxiga kelsak $130,000 deyishyapti. Ozgina kam ko'sti bor. Kimga qiziq bo'lsa, opsiyaniyadagi nomerlarga aloqaga chiqaveramiz. Sog' bo'linglar.